Hammaga salom do'stlar. Demak, bugungi videomiz mana shu sayt haqida bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Mana shu Telegram kanaliga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Demak, sayt haqida ma'lumotlar mana shu suratda ham joylangan. Demak, mana shuni ustiga bosamiz. Boshida kirganingizda siz ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Men ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Endi ro'yxatdan o'tish chiqmayapti. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Elektron pochta manzilini kiritasiz va ikkita bir xil parol kirib tasdiqlashni bosasiz va kiritgan parolingiz kuchliroq bo'lishi kerak va mana shuni nusxalab olib qo'ying. Sababi pul chiqarganda parol bo'lmasa pul chiqara olmaysiz. Shuning uchun bironta joyga yoki yozib qo'ying yoki nusxalab olib qo'ying parolingizni. Demak, siz mana shuni ustiga bosib ro'yxatdan o'tib kirishingiz bilan mana shu barabarni ustiga bosing va $1 dan 9999 dollargacha bonus berilar ekan. Men kecha aylantirdim. Faqat bir marta aylantirish mumkin bepul. Menga $1 tushdi. Endi qolgan bo'limlar bilan tanishtirib o'taman. Bu homiy bo'limi. Asosiy bo'limdamiz. Men ilovasini yuklab olganman. Mana bu yerdan ilovasini ham yuklab olishingiz mumkin. Bu yerda tilni tanlashingiz mumkin. Bu yerda qandaydir ma'lumotlar bor. Demak, dastlab pul kiritishni ko'rsataman. Bu yerda 5 ta yo'nalish bo'yicha pul kiritish mumkin. BEP20, TRK20, BEP20 USDT, TRX va BNB. Mana shuni ustiga bosamiz. Eng qulayi shu BEP20. Mana shuni mana bu yerni bosib nusxalab olasiz va keyin pul kiritgandan keyin mana shuni ustiga bosasiz va pul kiritishdan oldin bu yerga yozib qo'ygan tarjima qilib o'qib chiqishingiz mumkin. Oldin tanishib chiqing, keyin pul kiriting do'stlar. Men $10 saytga sarmoya kiritganman. Bu sayt yangi emas, oldin ochilgan, biroz vaqt bo'lgan ochilganiga. Telegram kanalida ma'lumot bor. Demak, pul chiqarish, bu yerda xabarlar bo'limi, bu yerda mana jamoa bo'limi, 10 ta referal bor ekan, hali hech qanaqa pul kiritmagan. Biroz ko'taramiz. Bu yerda news, ya'ni sayt haqida ma'lumotlar bor. Bu yoqda ham bu yerda ham ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu yerda invest bo'limi bor, ya'ni referallarni chaqirish. Bu yerda mana shuni ustiga bosib referal havolasini nusxalab olasiz va do'stlaringizga yuborasiz. Demak, bu yerda birinchi darajaliga 16%, ikkinchiga 3% va uchinchi darajaliga 1% dan bonus berib boradi. Agar kimdir siz taklif qilgan odam $10 kiritadigan bo'lsa, sizga $1.60 bonus beradi. Birinchi darajali referal bo'lsa. Bu yerda ham ma'lumotlar berilgan. Bu yerda yana bitta bo'lim bor, ustiga bosamiz. Bu yerda hozircha hech narsa yo'q. Va biroz pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda ham bir qator ma'lumotlar. Hozir kim qancha pul kiritayotgani va chiqarayotgani haqida ma'lumot bu yerda o'zgarib turadi va pastroqda mana kriptovalyutalarning narxlari ko'rinib turadi. Va ikkinchi bo'lim, bu yerda biz VIPlarni sotib olishimiz mumkin. Men kecha VIP 1 ni sotib olganman $10 ga va plus $1 bonus qo'shilgani sababli bu yerda $11 VIP bo'ldi. Ya'ni $10 dan $100 gacha mana bu yerda ma'lumot berib o'tilgan. Mana $10 dan $99 gacha ekan. 10 kun davomida ishlaydi. 13-40% dan bonus berib boradi. Bu degani $10 ga $1.40 bonus beradi degani 10 kun davomida biz 10 kunda $4 foydaga kirishimiz mumkin ekan. Menga mana salkam $1.5 bonus berdi bir kunlik. Sababi menda hozir $11 bo'lgani uchun siz ham oldin bonus oling va ustiga sarmoya kiriting. VIP 2 ni narxi mana $100 dan $300 gacha 14-40% dan bonus berib borar ekan. Qolganlari bilan o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. Eng qulayi mana shu VIP 1 $10
xohlasangiz 15 dollar, 20 dollar sarmoya kiritsangiz bu yerda bonusingiz ko'payib boradi. Men sayt haqida shunchaki ma'lumot beraman. Pul kiritmaslikni o'zingiz bilasiz. Men o'zim 10 dollar sarmoya kiritdim. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Demak, bu yerda invest bo'limi bilan tanishtirib o'tdim va bu yoqda oxirgi asosiy bo'limga o'tamiz. Bu yerda mana qancha pul asosiy balans turadi. Bu yoqda yechib olish uchun balans. Bu ham shunaqa. Endi mana shuni ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda mana 10 dollar pul kiritganim, 1 dollar bonus olganim bu yog'iga o'tadigan bo'lsa, vazifa bajarib mana 1 dollar salkam 1,5 dollar pul ishlab olganim. Bu yerda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. VIPni sotib olgandan keyin mana shunaqa holat boshqacha yozib chiqadi. Shuni ustiga bosasiz va siz bonusingizni olasiz vazifa bajarib. Men endi mana salkam 6 soatdan keyin yana vazifa bajarib 1,5 dollar olishim mumkin. Demak, yana asosiy bo'limga qaytamiz. Bu yerda ham bir qator parolni o'zgartirishingiz mumkin. Bu yoqda ham ma'lumotlar berib o'tilgan. Demak, endi pul chiqarishni ko'ramiz. Oxirida withdraftni ustiga bosamiz. Bu yerda minimal summani kirib, agar BEP 20 ga chiqaradigan bo'lsak, minimal summa 1 dollar, agar TRK 20 ga chiqaradigan bo'lsak, minimal summa 10 dollarni tashkil etadi. Demak, Binance'dan adresni olamiz. Mana BNB Smart Chain'ni nusxalab oldim do'stlar. Endi saytga qaytamiz. Bu yerga summani kiritdim, bu yerga adres va bu yerga parol kiritasiz. Boshida ro'yxatdan o'tgan parolingizni. Demak, endi biz confirmni ustiga bosamiz. Va successful, ya'ni pul chiqarishga yuborildi. Endi biroz kutamiz. Binance hamyoniga pul kelib tushgandan keyin videoni davom ettiramiz. Shungacha siz esa bir dona like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. Bu yoqda tepada xabar kelishi kerak. Biroz kutamiz do'stlar. Va mana ko'rib turganingizdek, mana 1 dollar 49 sent kelib tushdi. Juda ham ajoyib. Mana oradan 1 daqiqa o'tmasdan bizni pullarimiz kelib tushdi. Ko'rib turganingizdek va endi Binance hamyoniga kirib ham ko'rsataman. Mana do'stlar, ajoyib. Ko'rib turganingizdek, mana hech qanaqa muammo yo'q, pul chiqarishda davom etyapti. Demak, mana bu yerni bosadigan bo'lsangiz, Telegram kanali va admini ham bor. Bugungi video mana shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. Sayt silkasi Telegram kanalda va kommentariyada bo'ladi. Sayt ko'rib turganingizdek 100% to'lovda chekini isboti bilan Telegram kanaliga joylab qo'yaman.